Assalomu alaykum, sizlar bilan Beton Tonirovka kanali. Ko'pchilikni murojaatiga ko'ra 85% lik yumshoq yechib taqiladigan tonirovkamizni Spark mashinasiga o'rnatamiz. Ko'rinishini ichkaridan, tashqaridan ko'rib baho berishingiz mumkin. O'rnatish uchun bizga ko'p narsa kerak emas, faqatgina shpatel va обязательно shampunli suv. Ko'rishingiz mumkin, old oynamizda hech qanaqa tonirovka yo'q, orqa oynada oddiy tonirovka. Hozir qanaqa bo'lishini solishtirasizlar. Tonirovkamizni o'rnatib bo'ldik. Oldimizda o'sha yumshoq tonirovka, orqada oddiy tonirovka. Ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa farqi yo'q, birga bir xil bo'lib turibdi. Ichkaridan ham yodoviy ko'k оттенка bermayapti. Oddiy tonirovkadek bo'lib turibdi. Tushib chiqishlariga ham hech qanaqa xalaqit bermaydi, bemalol tushib chiqadi. Tonirovkamizda 4 xil foizda bor. 50, 70, 85, 100. Hamma mashinalarga old ikkita oynasiga 150 ming so'm, metrajniga ham, optimga ham ishlaymiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Shahar ichida Yandexdan dostavka qilib beramiz. Viloyatlarga oldindan to'lov atiga 30 ming so'm, qolgan pul yetib borgandan keyin to'lanadi. Yoki olib ketamiz deganlar uchun joyimiz Index bozori Sergelida. Pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.